Voy kene, aldamay rostdan. Aldamayman, rost gapiraman. Rostdan shunaqa narxga beraverasizmi? Shunaqa, ha. Voy. To'rt suti, to'rt xonani 69 mingdan olibdilar. Qayerdan yana? Pobedadan. Kene aldim 100 dan baland bo'lsa kerak bu xonadon. Videoni qarang, chiroyliligini buni. Bilasiz, men realni bitta gapiraman, sotamiz. Rostdan. Da. Voy, gap yo'q lekin. Mana shu xonadonni bori 69 ming dollarga keyin beravermoqchiman, qaranglar, hovlisini. Bitta yo'q-yo'g'iga qarab olish kerak. Anchadan odam yashamayapti. Yo'ligini ko'ryapsizlarmi? Darvozaxonani gap yo'q lekin bori. Mana konsertlari qoladi, xudo xolasa. Ko'rishini mumkin. Mana stoykalarni qaranglar, chiroyliligini. Mashalloh. Hop, kirganimizda mana bitta bu yoqda hol, o'ng tomonimizda bitta zal bor, ko'rishingiz mumkin. Remontlari ham unaqa urinib ketmagan, aboylari ham svejiy bo'lib turibdi. Kelib o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rsanglar, juda chiroyli, juda akkuratli bo'lib turibdi. Kuxnasini ko'rishingiz mumkin. Kuxnalargacha qolar ekan. Menimcha bor, do'da narx bo'ldi, 69 ming, 4 sut xonadon. Tag'in borib, Pobedadan, ya'ni sanuzelga qaranglar. Gap yo'q. Hop, bu yerda yana bitta xonamiz bor. Mana buni ko'rasizlarmi? Har bitta xonamizni aboylari svejiy bo'lib turibdi-da. Gap yo'q, gap yo'q. Bu yerda bitta detsimiz orqa hovliga o'tsa ham bo'ladi bu yerdan. Ko'rishingiz mumkin, orqa hovlisini. Gap yo'q lekin. Bu xonadonni kenay men 100 minglar desalar kerak tursam 69 ming deb qoldilar-yu. 69 mingga bor kelib turib, bemalol baraka qo'rsiz bo'ladi. Lokatsiyaga keladigan bo'lsa, Toshmipostdan kirganimizda Pobeda bor, 4 kilometrmi shunaqa chiqadi. Pobeda Zapchas ko'chada joylashgan. Bu xonadon sizga qiziq bo'lsa, mana shu pastiga nomer telefon qilib, har doimgidek tez baraka qo'rsanglar bo'ladi. Sizlarga ishonaman, bir kundan qolmaydi.